Laylatul Qadrning aniq sanasi noma'lum bo'lsa-da, Ramazon oyining oxirgi 10 kunligidagi tog' kechalardan biriga to'g'ri kelishi haqida ko'p rivoyatlar bor. Keling, 1000 oydan afzal kechadan unumli foydalanish uchun imkon qadar tezroq rejalarimizni ko'rib chiqaylik. Ramazonning so'nggi 10 kechasi ruhiy hayot haqida o'ylash va mulohaza yuritish vaqtidir. Qur'on o'qish va tafakkur qilish Qadr kechasiga tayyorgarlik ko'rishning eng samarali usullaridan biridir. Ikkinchi tavsiya: sadaqa, xayr-ehsonlar ibodatlarni ko'paytirishimiz kerak. Islom dini doimo sadaqa muhimligini ta'kidlaydi. Bu ayniqsa Ramazonning oxirgi 10 kechasida juda muhimdir. Uchinchi tavsiya: Allohga yaqinlashish uchun duo va zikrlarni ko'paytiraylik. Ayniqsa bu kechada Allohga ko'proq istig'for aytib, gunohlarga tavba qilish kerak. Agar Alloh bilan chinakam bog'lanmoqchi bo'lsak, niyatlarimiz samimiy, qalbimiz pok bo'lishi kerak. Ibodatimizga ixlos va tavozi bilan faqat Allohning rizoligini izlash uchun yaqinlashishimiz darkor. Duo qilishga alohida e'tibor qarataylik. Duo Alloh bilan muloqot qilishning eng samarali usullaridan biridir. Duo qilganda o'zimizni, yaqinlarimizni va albatta yurtimizni tinchligini, rivojlanishini va har xil fitnalardan Allohni o'zi asrashini so'rab duo qilaylik. Va nihoyat 4-tavsiya: ta'bir joiz bo'lsa, yonib ketmaylik, ya'ni kuchimizni to'g'ri ishlataylik. Bir kunda hamma energiyalarimizni ishlatib, boshqa kunlarga charchab qolmaslik uchun kuchimizni me'yorida sarflaylik. Bu kechada barchamizga Allohning rahmati va marhamatiga ega bo'lish nasib etsin.